Yana mana juda ham e'tibor berishimiz lozim bo'lgan bitta narsa, halol kasb va halol luqma farzandlarni salohiyatli bo'lishligiga sabab bo'ladi. Shu narsani o'ylashimiz kerak. Biz topayotgan narsamiz, rizqimiz haloldan bo'ladigan bo'lsa, bolamiz solih, salohiyatli, yaxshi inson bo'ladi. Alloh saqlasin, topayotgan narsamiz agar haloldan bo'lmaydigan bo'lsa, farzandimizni salohiyatiga soya solinib qoladi, shubhasiga qolib ketadi salohiyatli bo'lishligi. Mana Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi hammamiz bilamiz. Muhaddislar sultoni, muhaddislar amiri. Shu kishining otalari Ismoil ibn Ibrohim, ya'ni Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim u kishi al-Buxoriy. Shu kishining otalari aytgan ekanlar, vafot etayotgan paytlarida la a'lamu fi jami'i malin dirhaman min shubhatin. Men topgan molimda bir dirham ham shubhali narsa borligini bilmayman, ya'ni yo'q ekanligiga kafolat beraman. Hali harom narsa haqida gap ketgan yo'q. Meni molimda bir dirham ham shubhalik pul aralashmagan dedilar. O shu haloldan topilgan, shubha aralashmagan molni yeb, o'sha nafaqani yegan otadan, onadan Imom Buxoriylik zot dunyoga keldilar. Bu gapni eshitib Imom Ahmad aytgan ekanlar, otalarning solih bo'lishi farzandlarga ham naf keltiradi. Bolam yaxshi bo'lsin desak, bolam solih bo'lsin desak, bolam aqlli bo'lsin, bolam bu dunyoyu oxiratda menga rahmat olib bersin desak, topayotgan molimizga, pulimizga qaraylik. Topadigan molimiz, pulimizni manbasi qayerdan kelayotganligini qaraylik. Halol degan narsa, haloldan topish degan narsani bir narsani tushunib olishimiz kerak. Non, bitta yaxshi tandirdan chiqqan non tuproqqa tushib ketsa, qo'limizga olib, puflab bir narsa latta bilan tuproqdan o'sha nonni tozalasak, uni sotib olgan pulimiz haloldan kelgan bo'lsa, u non o'zining halolligini yo'qotmaydi. Agar sotib olgan pulimiz haromdan topilgan bo'lsa, birovda haqqi aralashib qolgan bo'lsa, u non ming yaltirab tursin, ko'zimizni qamashtiradigan darajada toza ozoda bo'lsin, lekin manbasi halol bo'lmaganligi uchun u non halol bo'lmay qoladi. Halol deganda borib hali bugun ko'p urib bo'lgan narsalardan bittasi qassobga borib bismillohni aytib so'yganmisiz, bu go'shtingiz halolmi degan savolni hammamiz beramizda. Mayli, qassoblar baraka topsin, bizning diyorlarda bismillohni aytmay so'yadigan, hatto ba'zi qassoblarimiz bismillohni orqasidan kalimalarni aytib, juda ehtiyot bo'lib so'yishadi mol qo'ydi. Ular o'zini vazifasini bajaryapti. Ularga biz bu molingga bismillohni aytib so'yganmisan degan savol berayotgan paytda o'zimizdan bir savol berib qo'yishimiz kerakda, shu go'shtni sotib olayotgan puling ham haloldan kelganmi? Bu pul qayerdan kelgan? Birovda haq aralashib qolmaganmi? Firibgarlik qilib olmaganmizmi? Tarozidan urib qolib olmaganmizmi uni? Bir sifatsiz molni olib kelib turib bir davlatdan boshqa bir davlatni yorlig'ini yopishtirib, mana bu qimmatbaho mol, toza mol, original mol, bu narsa olib kelgan mahsulotim eng zo'ri deb birovni aldab sotmaganmizmi? O'sha joylarni ham bir o'ylab ko'raylik-da. Unga savol berayotgan payti o'zimizga birinchi o'sha to qassobni oldiga borayotgan payti hozir go'sht olgani boryapman, non olgani boryapman, do'konga boryapman, boshqa oziq-ovqat olib boraman uyimga. Shu topayotgan pulimga boshqani haqqi aralashganmi, aralashmaganmi? Haqiqiy haloldanmi, haloldan emasmi? O'sha savolni ham bir berib ko'rishimiz kerak o'zimizga. Hech qanaqa hech kimning haqqi aralashmagan degan uni birovni aldashimiz mumkin. O'zimizni qalbimizni, vijdonimizni, iymonimizni aldolmaymiz. Alloh ko'rib turibdi.